Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormel o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Rahmat. Dam olishlar yaxshi o'tyapti. Ha, rahmat. Sekin. O'zinglar qalay? Yaxshi dam olasizlarmi? Tuzukmisizlar? Ha, rahmat, Allohga shukr. Boshqa hech kim yo'qmi? Kirib qolsa kerak bo'lmasa, yana bir 5 minut kutsak. Hop, nima gaplar endi bo'lyapti dunyoda? Ungacha indeks Dow Jones analiz qilib turamiz. Qarshi emasmisizlar? Tak. Demak, indeks Dow Jones 30 analiz qilamiz. Haftalik time framedan boshlaymiz. Nimaga? Chunki bizda ertaga yangi hafta boshlanadi va biz har hafta haftalik time framedan analiz qilishni boshlaymiz. Demak, har bitta switch bizda haftalik switch hisoblanadi va biz nima ko'ryapmiz? Bizda narx o'suvchi trendda. Biz oldingi highlarni chiroyli qilib buzdik bu yerda va narx hozir bizda all time high joylar joylashgan, ya'ni bu bizda all time high zonasi. Oldingi haftani maksimumi edi. Biz oldingi haftani maksimumni high qila olmadik. Hozirgi oxirgi hafta bizda mana shu bizda oldingi haftani high bor. Yana bu yerda biz o'sha oldingi haftani minimumini belgilashimiz kerak. Va bu yerda nima bo'ldi? Mana shu joyni biz analiz qilishimiz kerak. Bizda xuddi mana bunga o'xshagan highimiz bor edi bu yerda. Biz bu highni kuchli bir impuls bilan, buzdik. Impuls bilan buzgan paytda bizda bu yerda haftalik disbalans, haftalik fair value gap hosil bo'ldi. Haftalik, ya'ni biz bu yerda ko'ryapmiz, narx shu zonaga tushib, bizga reaksiya berib, shu zonadan bizda narx ko'tarilishi boshladi. Ya'ni narx fair value gapga, disbalansga kelib reaksiya olgandan keyin biz albatta reaksiya ko'rishimiz mumkin va qayerga narx borish ehtimoli bor. Birinchi yangi ochilgan hafta bizda oldingi hafta maksimumi va undan oldingi hafta maksimum bor. Bu yerda bizda pastda aynan mana shu harakat boshlaganda bizda minimum bor. Bu minimum ham biz uchun muhim. Nima uchun? Chunki agarda bizani bu joyda biz reaksiya ko'rmasak, narx mana shu minimumni olish ehtimoli bor. Endi bu uzoq muddatli g'oya, lekin biz bu narsani e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin kunlik time frame'ga o'tamiz. Kunlik time frame'ga o'tganimizda xuddi shu diapazonni biz tahlil qilamiz. Demak, bizda haftalik disbalans bor. Agarda ahamiyat qilgan bo'lsak, bizda mana o'sha oldingi highimiz turibdi.
shu oldingi high biza buzganda mana haftalik fair value gapimiz bor. Xuddi shu diapazon doirasida biza ko'rishimiz mumkin. Demak, bizda bu yerda kunlik disbalansimiz bor edi. Kunlik disbalans va biza bu kunlik disbalansi mana narx kelib pre-high qilgandan keyin pre-high qildimi yo'qmi ko'raylikchi. Mana ozgina bizada bu maksimum 47,332,8, bu bizada 42,322,2, ya'ni 6 punktga bu yoqda pre-high bo'lgandan keyin narx kelib bizada fair value gap zonasiga keldi. To есть mana shu joyda o'rtoqlar, albatta bitta narsaga to'xtab o'tmoqchiman. Qaranglar, narx har doim likvidni olgandan keyin mana bu yerda biz likvidni oldik. Narx qayerga yurishi harakat qiladi yoki keyingi likvidnessga. Agarda likvidness bo'lmasa, fair value gap disbalansga kelib test beradi va aynan shu joyda bizda disbalans, kunlik disbalansimiz bor edi. Bizda oldingi kunni minimumi как disbalans ichida narx olyapti va kuchli impuls bilan aynan mana shu zonani o'sha pre-high qilib bizda bu yoqda haftalik disbalansimiz bor. Demak, bu yoqda yana nima analiz qilishimiz mumkin? Bu yerda bizda kunlik disbalansimiz bor. Mana biza shu kunlik disbalansi daily disbalance deb belgilaymiz. Kunlik disbalansi biza nima qilyapmiz? Mana agarda ahamiyat bergan bo'lsanglar, switchalar qanaqa o'zini ko'rsatyapti. Biz tana bilan yopmayapmiz shu zonani. Tana bilan yopmayapmiz shu zonani. Ya'ni bizada aynan mana shu disbalans zonasi narx tomonidan hurmat ko'rsatyapti va biza ko'ryapmiz, bizda aynan shu oldin mana shu disbalans polniy tana bilan yopilmadi. Bilasizlar, agarda tana bilan yopilgan bo'lsa, ko'p ehtimollik bilan, bu 100% emas, ko'p ehtimollik bilan narx shu zonani yana pastga ketishi mumkin. Bu yerda esa biz ko'ryapmiz, kuchli bizda harakat bo'ldi pastda. Bu harakat bizda aynan mana bu yerda qolib ketgan lowni olishga, mana bu minimumni olishga harakat qildik. Biz shu minimumni oldik. Hozir данный moment bizda mana shu oldingi haftani minimumi turibdi va ahamiyat bergan bo'lsanglar, narx qanaqa qilib tushib kelyapti mana bu yoqda. Tushib kelyapti. Bizda hozir bironta kunlik disbalansimiz yo'q. Bitta kunlik disbalansimiz, mana bu yerda kichkina disbalansimiz bor. Biza shu kunlik disbalansi, mana ahamiyat bergan bo'lsanglar, bor. Biza kelib shu zonani test qilib likvidnessgacha ketdik. To есть xuddi mana shunga o'xshagan holat. Ya'ni disbalans test qilindi va birinchi mo'ljal disbalansdan keyin yoki keyingi disbalans bo'ladi yoki likvidness bo'ladi. Va biz mana bu likvidness oldik. Bu yerda xuddi shu kartina. Ya'ni biz impuls bilan disbalans hosil qildik. Bu yoqda kunlik narx kelib shu zonani bizga test qildi va narx keyingi mo'ljali haqi bo'ladi. Xuddi shunaqa biz soya bilan yopildik, tana bilan emas. Narxi keyingi borish mo'ljali aynan likvidnessgacha bo'ladi. Qayerda bizda likvidness bor? Bu switchalar mana bu yerda birinchi minimumimiz turibdi, mana bu yoqda. Va ahamiyat bergan bo'lsanglar, aynan bu minimumdan narx bizga reaksiya ko'rsatdi, lekin narxga likvidness kamlik qilgani uchun narx yana pastga tushib, polniy bu likvidnesslarni olib bizga kuchli reaksiya ko'rsatyapti. Ya'ni boya aytganimdek, biz haftalik disbalansdamiz va kunlik disbalans yo'lda test qilib shu disbalans ichida, ya'ni soya bilan pastda yopilmay biza reaksiya ko'rsatamiz. Hozir данный moment bizda bu kunlik disbalans. Hozir данный moment bizda bilasizlar, biz har doim impuls va korreksiyalar bo'lishimiz kerak bo'ladi. Harakat impuls bor edi bu yerda.
Burada kichkina korreksiya bor, yana impuls bor, yana korreksiya bor va yana impulsimiz mana shu joygacha keldi. Birinchi narx uchun maqsad aynan mana shu high bo'ladi. Bu high bo'ladi. Bu bizda high как раз chorshanba kunni high bo'ladi. Biz buni как oldingi kun high deb belgilab qo'yamiz. Chorshanba, bu bizda seshanba, bu dushanba. Oldingi haftani high bu yoqda va hafta ichidagi birinchi maqsad, narx uchun maqsad mana shu zona bo'ladi deb hisoblayman. Bu biz uchun previous daily high. Hamma darslarda sizlarga oldin aytdim, ko'pincha narx anaqa chorshanba yoki payshanba kunda bizda yoki razворот beradi yoki qanaqadir bir reaksiya ko'rsatadi, chunki haftani o'rtasi hisoblangani uchun. Kunli time frame ko'rdik, endi 4 soatli time frame ga o'tganimizda buni o'chirsak bo'ladi. 4 soatli time frame ochdik. Bu yerda biz o'sha kunli reaksiyani ko'ryapmiz. Narx kelib bizda kuchli bir harakat ko'rsatib, likvidность yechdi. То есть mana bu полный harakatda bayda o'tirgan treyderlarni ko'pchilikni stopi aynan bu minimum tagida joylashgan edi. Narx shu zonaga kelib bizga reaksiya berib, yana diapazon ichiga qaytib, bizda switcha tepada yuqorida yopildi. Ya'ni biz kunli fair value'ga biz balans ichida turibmiz va aynan bizga hozir qiziq mana bu harakat. То есть bu harakat bizda qayerdan boshlandi? Boya aytganimdek, kunli disbalans ichiga keldik. Agarda 4 soatli time frame ko'radigan bo'lsak, bizda yana bitta 4 soatli disbalansimiz bor. O'sha 4 soatli disbalansga narx kelib reaksiya beryapti bizga. Va shu 4 soatli disbalans plus mana bitta kunli disbalans, boya kunli time frame da shuni ko'rdik. Bizga kuchli pastga reaksiya aynan mana shu likvidga ko'rsatyapti. То есть biz har doim fair value gap yoki likvidnessni olganimizdan keyin narx qayerga harakatlanadi, boya aytganimdek, yoki likvidnessgacha yoki disbalansgacha. Bir kunli time frame da bitta boshqa ochuv disbalansimiz yo'q. Shuning uchun biz kichkina time frame tak buni belgilab qo'ydik. Pashtorda. Shuning uchun biz kichikroq time frame disbalanslariga ahamiyat berishimiz kerak. Demak, bitta aynan mana bitta rosa protargovka bo'lgan. Bu protargovkani chapga qaraydigan bo'lsak, yana aynan mana shu high, yana mana shu high, aynan mana shu diapazonni ichida bu protargovka bo'lyapti. Bu nima degani? Bu degani aynan bitta продавец va покупатель bir bilan anaqa qilgan, nima deydi? Xullas, bitva deydi. Bitva продавцов, bitva покупателей. Ko'ryapmiz, bitta 4 soatli disbalansimiz bor. Ya'ni narx kelib shu 4 soatli disbalansdan reaksiya berdi. Keyin tepadagi 4 soatni yopdi. Aynan bu diapazon ichida boshqa disbalansimiz qolmadi. Narx borib lowlarni hammasini olib ketdi. Bu yoqda ahamiyat bergan bo'lsanglar, bizda impuls bor, mana korreksiyamiz bor. Bu yerda impuls bor. Mana bu korreksiya, ya'ni order flow'ni ichiga tushib, bizga kuchli bir harakat berdi. Bu yoqda bu korreksiyamiz qatgacha, mana bu turgan disbalansgacha kelgan, va bu korreksiyamiz bizda ochiq qolib ketgan. Aynan shu joyga plus minus почти keldi desa ham bo'ladi. Aynan shu joydan biz bu narxi остановкасini to'xtashni ko'rib turibmiz va likvidность aynan shu 4 soatli order blok hisoblanadi bu. Shu order blokdan biz reaksiyani oldik. Demak, hozir biz uchun
qiziq aynan mana shu diapazon. Nega? Chunki boya aytganimdek, mana bu diapazon отработкасы birinchi bu disbalans yopildi, keyin tepaga borib bu disbalans yopdi, bo'ldi. Narx bu diapazonni hozir test qildi. Undan tepadagi mana bu diapazon ichida bizda также 4 soatli fair value gap bor. Fair value gap 4 soatli ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu yerda bizda IFVG degan tushuncha bor. Buni bilasizlar, ya'ni invertatsionni fair value. Biza mana bu kuchli bir harakat bilan bu FVG ni invertatsiya qildik va ko'pincha aynan IFVG bizga o'zi поддержка vazifasini bajaradi. Narx mana bu likvidnost yechgandan keyin bu fair value поддержкасida bizga kuchli bir impuls pastga berdi. To есть mana bu yerda hozir nima kelib chiqyapti bu yoqda, ya'ni bu yerda zonamiz bu diapazon ichida test bo'lgan. Bu yerdagi zonalarimiz test bo'lgan. Endi biz uchun muhim qanaqa zonalarimiz aynan mana shu diapazon ichida bizda bor. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu 4 soatli mana time frame, 4 soatli time frame. Bu yerda kuchli bir impulsimiz bor. Mana kuchli bir impuls, biz fair value disbalansligi ahamiyat berishimiz kerak. Va aynan mana bu yerda bitta ochuv fair value 4 soatli zonamiz qoldi. То есть narx uchun birinchi остановка yoki razворот beradigan zona aynan shu diapazon doirasida mana shu yerda ko'rib turibmiz. Yana nimamiz bor bu yoqda? Agarda buni ahamiyat bergan bo'lsanglar, hamma mana bu yerdagi high, mana bu highni keyingi switcha perihigh qilmagan. Bu yerda ham perihigh yo'q. Mana bu yerda impuls ketishdan oldin ichki, ya'ni inside bar, bular hammasi 4 soat doirasida, bular hammasi inside bar ichida. Agarda kichkina time frame ga o'tsak, albatta bir kuchli korreksiya ko'rishimiz mumkin, lekin данный moment mana bu perihigh, agarda kichkina time frame ga o'tsak, bu yerda korreksiyamiz bor. Shu perihigh bizga kuchli bir impuls bergan. 4 soatli time frame doirasida bizda mana bular hammasi likvidnost hisoblanadi. Ya'ni buni tepasida bizda sellchilarning stopi joylashgan. Va uni aynan bu highlarning tepasida biza fair value 4 soatli fair value zonani ko'ryapmiz. Yana nimaga e'tibor berish kerak? Kuchli bir поглощение switcha bor bizda bu yerda. Ya'ni biz mana bu switcha bilan oldingi bo'lgan switchani likvidnost yechgan switchani biz поглощение qildik. Bu yerda крупный kapital borligi shundoq ko'rinib turibdi. Biz uchun aynan bu yerda ham hozir disbalans hosil bo'lishi mumkin. Ya'ni keyingi switcha bizga disbalans qilib mana shu zonani как disbalans sifatida hosil qilsa, narx nima qilishi mumkin? Bizga bu disbalansga reaksiya berib mana shunaqa keyin shu zonaga yoki undan keyin mana shu zonaga ketish ehtimoli bor. Demak, biz uchun aynan mana bu switchani high ham juda muhim. Nimaga? Chunki narx shu zonaga kelishga harakat qiladi. Nega? Chunki disbalans bo'lsa, mabodo keyingi harakat bilan biz shu disbalansni test qilishimiz mumkin. Agarda keyingi switcha 4 soatli dushanba kuni ochilishi bilan kelib bizga shu zonani test qilsa, bu degani o'sha narx balansga tushdi va o'sha biz bemalol mana bu yoqqa ko'tarilishimiz mumkin. Mana xuddi mana shunga o'xshagan situatsiya. Ya'ni mana bu yerda bizda eng yuqori switchamiz bor. Mana bu yerda ahamiyat bergan bo'lsanglar, bizda disbalans hosil bo'lyotdi bu yoqda. Narx kelib shu zonani test qildi. Ya'ni biz balansga kirib polni bu yoqdan o'zi keyin chiqib ketyapmiz mana. Xuddi shu situatsiya bu yoqda. Ya'ni biz narx kelib shu zonaga tushsa, balkim sal pastroq tushishi mumkin. Aynan shu qora switchning ichida biz hozir zonalar qidirishimiz mumkin. Shu zonalarga narx kelib bizga korreksiya beradi. Chunki o'zi bu yoqda likvidnost yechdi.
order blokdan test qildi. Tepada ochuv zonalarimiz bor va biza tepaga pozitsiya ochish ehtimoli ochsak bo'ladi. Demak, bu yerda 1 soatli time frame bizga nima ko'rsatdi? Xuddi shu zonalarimizni biza mana ko'rishimiz mumkin. Qanaqa qilib narx ishlab beryapti. Mana bu yerda 1 soatli fair value gapimiz bor edi. Mana narx kelib shu zonani yopib, yana qaytishi bilan shu 1 soatli fair value gap polностью yopdi. Dальше yana bu yerda impulsimiz hosil bo'ldi. Bu yerda ham bizda 1 soatli disbalansimiz bor. Ya'ni bizda 4 soatli bor mana, plus 1 soatli disbalansimiz bor. Kuchli bir razvorot beradigan, reaksiya beradigan zona. Biz bu yerda pastga tushib, ichki likvidnostni yechib olamiz. Ichki likvidni yechgandan keyin narx borib bizga shu zonani to'ldirgandan keyin yana kuchli bir impuls beryapti. Kuchli impuls bergandan keyin bizda bu yerda boya chizganimizdek 4 soatli disbalansimiz bor. Undan tashqari mana 1 soatli disbalans. 1 soatli disbalansdan ham narx srazu kelib bizga test beryapti. Pastga tushib ketgandan keyin biz shu zonani yana test ko'ryapmiz mana 1 soatli va narx bizga pastga tushib boya ko'rsatgandek hamma likvidlarni yig'di. Bu yerda nima ko'rishimiz mumkin? Boya biz belgilagan 4 soatli fair value gapimiz bor, disbalansimiz bor. Bu yerda bizda 1 soatli disbalansimiz bor. Xuddi bunga o'xshagan kartinka bu yerda ham bizda hosil bo'lyapti. Ya'ni narx aynan shu zonaga kelsa, biz qanaqadir bir ya'ni buni tagida ham mana o'sha boya biz belgilagan likvidnostlarimiz bor va aynan mana shu likvidnost narx uchun bir sabab shu zonaga kelishiniga, chunki bu yerda kim selchilar savdoga kirgan mana shunaqa situatsiyalarda, misol uchun bilasizlar, ko'p klassikalda ishlaydigan treyderlar aynan shu tartibda savdoga kirishadi va ko'pchilik stopi hozir bu maksimum yoki bu maksimum tepasida joylashgan. Narx bizga kuchli bir impuls berdi. Bu bizda boya ko'rsatgan 4 soatli svichamiz bor. Endi bizga mana shu 1 soatli mana harakat bor, impulsimiz bor. Bu impuls bizga nima qoldirib ketyapti? Birinchidan ichki strukturani high, mana bu svicha biz buni perihigh qilgan paytda bizda bu yerda mana 1 soatli disbalansimiz bor. Birinchi turgan zona, birinchi 1 soatli fair value gapimiz bor. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, uni tagida ham disbalans bor va mana bu svicha oldingi svichani yechgan, oldingi svichani low'ni yechgan, minimumni yechgan svicha. Bu bir. Ikkinchidan bizda mana struktura buzilishi bor. Uchinchidan bizda bu yerda fair value gap mana bor. To есть bu svicha boya aytgandek, bu 4 soatli svicha bo'ladigan bo'lsa, 1 soatli svicha ham biz uchun juda muhim. Bu bizda order blok vazifasini bajaradigan svicha bo'ladi. Order blok. Keyin bu impuls hali noma'lum biz uchun, hali tugadimi bu impuls yoki tugamadi bu impuls. Nimaga? Chunki biz hali korreksiyani ko'rmayapmiz. Agarda bilasizlar, bizda bir impulsimiz bor. Mana xuddi mana shunga o'xshab impuls kelyapti, ko'tarilib, lekin hali biz korreksiya ko'rmayapmiz bu yerda. Ko'rmayapmiz korreksiyani. Biz shu korreksiyani kutishimiz kerak. Korreksiya kutganimizda nima uchun bizga korreksiya muhim? Biza o'zimiz yaxshi ko'rgan Fiboni tortishimiz mumkin. To есть aynan shu impulsga biza Fibo OTE tortsak, OTE bilasizlar, bizda 0 diapazon bor, 1 diapazon bor, uni orasida 0.5 tagida bizda OTE Optimal Trade Entry zonasi joylashgan. Aynan shu zonadagi fair value gap, order bloklar
narx uchun kuchli bir magnit bo'ladi, lekin aynan 0.5 dan уже qarash kerak. То есть buni tagida, balkim 0.5 atrofida qanaqadir zonalar bizga shu impuls davom bo'ladigan harakatni ko'rsatishi mumkin. Balkim biz pastroq ham tushishimiz mumkin. Mana bu optimal trade aynan shu bir muhim zona, bilasizlar. Va biza aynan bu yerda ertaga ochilishi biza ko'rishimizda mana bu zonalarga korreksiya kutishimiz kerak bo'ladi. Agarda mabodo bizda impulsimiz mana shu yerda o'zida tugab, to есть bu impuls hozir bizda nima qildi? Bu impuls bizda hozir данный момент mana bu Frankfurt bilan Londonni high'ni olib turibdi. To есть bu bir likvidnessni olib turibdi bizda. Narx mana bu yoqda ko'rishimiz mumkin. Va ertaga mabodo mana shu atroflarga tushsa aynan mana bu fair value gap zonani sal pastroq qismi bizda o'sha 0.5 va gold o'sha gold optimal trade entry zonasi bizda как раз mana shu 0.5 tagida bizda bitta fair value gap va order blokimiz bor. Shuning uchun men shuni deb o'ylayman, agarda biz mabodo dushanba kuni kelib shu zonaga tushsak yoki sal pastroq tushsak, bu yerdan уже yana tepaga bayga ishlashga harakat qilamiz. Yana ikkinchi variant bor. Ikkinchi variant, mabodo biz ochilishimiz bilan umuman mana bu yoqqa kelmasdan yoki ozgina bir korreksiya berib yana dальше tepaga ketadigan bo'lsak, уже mana shu zonada xuddi mana bularga o'xshab, mana shu situatsiyaga o'xshab, уже mana shu zonalarda bu yerda sell pozitsiya qidirish. Nimaga? Chunki bu yerda bizda kuchli H4, H1 fair value gap zonalarimiz bor. Ya'ni bu biz uchun target bo'ladi qachonki biz pastga tushib mabodo bu yerga tushsak, bu yerdan уже biz buy olishimiz mumkin va bizda bu yerda texnik model hosil bo'lib qoladi. Golova, plechi misol uchunda. Agarda mabodo biz primoy bu yoqqa kelsak, уже bu yerda qanaqadir bir sell qidirishimiz mumkin, chunki bu yerdan qanaqadir bir reaksiya bo'lishi ehtimoli juda katta. Sababi boya tushuntirganimdek, bizda 4 soatli, 1 soatli fair value gap reaksiyasi juda ham kuchli bo'ladi. 15 minutli time frame. Demak, 15 minutli time frame. Tak, bu hozircha turib tursin. 15 minutli time frame'da biza nimani ko'ramiz? Xuddi o'sha narsa, mana bu bizda 1 soatli switchaydi order blokida. Bu joyni biza impuls korreksiyaga bo'lamiz. Demak, bizda impuls bo'ldi bu yoqda korreksiyamiz bor. Bu yoqda yana impuls hosil bo'ldi. Aynan mana bu korreksiyani diapazoniga pastga tushgan. Test qilgan, ko'rasizlar, mana shu korreksiyani high'ga biz kelib shu korreksiya bilan bu zonamizni test qilib primoy bir impuls hosil bo'ldi va mana bu high bizda peri high bo'lib, bu yerda bironta boshqa korreksiyamiz yo'q. Korreksiya kelib aynan mana shu zonadan bizga yana impuls ko'rsatyapti. To есть bu yerda biz nima ko'ryapmiz? Biza mana bu korreksiyamiz, misol uchun men buni chizib beray, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, sal to'qroq qilib beraman. Bu zona bizda test bo'lgan уже. Bu aynan mana bu korreksiya narx test qilib beryapti. Bu korreksiya esa bizda hali test bo'lmagan. Bu korreksiya ham bizda hali test bo'lmagan. Lekin bu korreksiya men uchun qiziq bo'lmaydi. Nimaga? Chunki boya aytganimdek, bu optimal trend entry tepasida joylashgan, ya'ni hali impulsimiz hali noma'lum, hatto tugashi, lekin bu yuqorida joylashgani uchun buni men inovatga olmayman. Bu bir. Ikkinchidan aynan agarda strukturniy harakatni inovatga oladigan bo'lsak, bizda mana bu minimum bizda как inducement vazifasini bajaradigan minimum hisoblanadi.
inducement bilasizlar. Bu nima? Narx uchun bu birinchi likvidnost hisoblanadi va aynan shu likvidnost, ya'ni inducement tagida biza belgilagan 1 soatlik disbalansimiz bor. Plus bizda bu disbalans va mana shu yerdagi order blokimiz bor. Mana shu zonalarda o'sha g'oya qoldi menda. Mabodo biz shu zonaga keladigan bo'lsak, bu yerda bir kichkina time framelarga keyin o'tib, kichkina time frame'da o'zimiz biladigan model orqali buyga kirsak bo'ladi. Va mabodo bu joyga tushmasdan primoy shu zonaga tushsak, уже bu yerdan biz keyin pastga sell pozitsiya qidirishimiz mumkin bo'ladi. Mana sizlarga Dow Jones bo'yicha tahlil. Kimda qanaqa savol bor? Alo. Savol Assalomu yo'q, alaykum. rahmat. Ko'rinyaptimi ekran? Ha, ko'ryapti. Assalomu alaykum Shavkat aka. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mazangiz yaxshimi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Aka, bu yerda mana bu pastdagi nimani buy side, sell side'da qaysini belgilaymiz endi bu yerda? Buy side, sell side liquidity'ni biza qachon belgilaymiz? Qachonki bizada misol uchun narx tepadan pastga kelib tushib kelyapti mana. Qachonki narx kelib bizada to'xtagandan keyin bizga уже avtomatik tarzda sell side liquidity hisoblanadi. Bu biz uchun sell side liquidity bo'ladi. Buy side liquidity qachon hosil bo'ladi? Narx kelyapti. Qachonki biza eng yuqori mana bokavikka tushib qolyapti narx, qachonki biz eng yuqori nuqtadan ichki strukturani buzsak, o'shanda bizda buy side liquidity, ya'ni eng yuqori nuqta shu bokavikka eng yuqori nuqtasi hisoblanadi. Buy side liquidity. Misol uchun mana bu biz uchun buy side bo'lmaydi. Nega? Chunki biz bu yerda pastga aynan bu minimumni olmadik. Bu ham buy side bo'lmaydi. Aynan shu nuqtadan biza buy side liquidity'ni yechamiz. Mana bu biz uchun buy side liquidity bo'ladi. Bu yerda esa bizda narx pastga tushib, tak buni olib qo'ying. Данный moment bizda mana bu sell side liquidity hisoblanadi. Sell side liquidity bizda kelib bu sell side liquidity'ni yechdik, mana ko'rasizlar. Bu sell side liquidity'ni biza oldik bu yerda. Biza hozir mana bu biz uchun sell side liquidity. Buy side hali hosil bo'lmagan. Qachon hosil bo'ladi? Hozir boya tushuntirganim. Qachonki biz kelib mabodo ozgina ko'tarilib mamnaqa holat bo'lsa bizda, o'shanda bu biz uchun buy side liquidity hisoblanadi. Aynan mana shu nuqtasi. Hozir bu low tagida bizda stoplarimiz bor. Sell side liquidity. Bu yerda bizda stoplarimiz yana hosil bo'ladi. Qachonki biz bu struktura buzilib, уже bizga aynan bokavikka tushib qolgan to'g'risida narx bir ma'lumot beradi. Hozir hali bizda buy side eng yuqori nuqta hali hosil bo'lmadi, chunki bu aytganimdek bizda hali slom struktura bo'lmadi. Bu bir. Ikkinchidan boya aytgandek, mana buni ko'tarsak, buy side, sell side bizda qanaqa qilib ishlaydi? Bizning vazifamiz aynan buy side tepasida bu yerda to'xtab turing, men gapiryapman, O'tkirjon, hozir tushuntirib olay. Hozir shoshmang. Mana bizda buy side tepasida biz qidiramiz zona. Zona nima bo'lishi mumkin? Katta time frame, fair value gap bo'lishi mumkin. Order bloki bo'lishi mumkin. Shu zonalarni belgilaymiz va aynan sell side liquidity'ni tagida ham xuddi shunaqa biz zona belgilaymiz.
Bu ham xuddi o'sha nima fair value gap yoki anaqa order block bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz qaysi tomonni narx birinchi kelib oladi. Ko'pincha mana kelib, misol uchun sell side liquidityni oldiga keladi va olmasdan uni sekin ko'tarilishi boshlaydi. Keyin bitta reski pastga tushadi. Reski pastga tushgandan keyin mana bu yerga hammasi to'plana oladi. Bu zonaga bizga test berib, uje keyin aynan mana shu buy side liquidityga ketishi ehtimoli bor. Yoki nabarot, hozir buni boshqa rang qilib qo'ying. Misol uchun bu qizil. Ikkinchi situatsiya bo'lishi mumkin. Narx bu zonadan ko'tarilib, misol uchun bizga mana bu buy side oldiga keladi. Oldingi safar yaponskiy yenada xuddi shu situatsiya bor edi. Ya'ni bizda buy side liquidity bor edi. Narx shu zonada перехай qilmadi. Перехай qilmagandan keyin ozgina yurib, mana bu ichki likvidностьlarni hammasini olgandan keyin bitta tepaga urdi, keyin oqib ketdi. To есть bizning vazifamiz kutish. Agarda biz bokovikka tushib qolsak, birinchi pastgina low olsa, bu yoqda biz uje bu yoqda kichkina time frame ga o'tamiz va o'zimizni model bo'yicha anaqa kutamiz vaziyat va aynan kichkina time frame bo'yicha uje mabodo bizga model beradigan bo'lsa, biz uje bu yoqda buy highgacha buy olishimiz mumkin. Bu yoqqa ham kelgandan keyin narx xuddi shu algoritm ishlatamiz. Ya'ni bizda bu zonaga kelganda biz strukturani buzishimiz kerak. Keyin model bo'yicha biz uje sell side liquiditygacha ishlashimiz kerak. To есть bokovikimiz bor, buy side, sell side'imiz bor. Uni tegi zonadan reaksiya kutamiz. Agarda reaksiyamiz berib model bersa, soответственно buy yoki bu yoqdan sell olishimiz mumkin bo'ladi. Savolingizga javob berdimmi? Tushundim aka endi. Kimda yana qanaqa savol? Rahmat. Salomat bo'ling. Odam ham kam. Kim endi qani O'tkirjon, nima savolingiz bor edi, bir ko'raylik. Tak. Agar belgilangan joyimizda narx Tokio sessiya vaqtida kelsa, TVH bersa, savdoga kirarmi deysiz? Qaysi anaqani aytyapsiz? Instrument bo'yicha gapiryapsiz. Yo'q, US30 agarda bo'lsa, anaqada faqat Amerika sessiyada hamma indekslar savdo qilishga maslahat beraman, chunki aynan Amerika sessiyada ko'pincha mana shunaqa mana bu situatsiyani ko'rishingiz mumkin. Aziyani ham, anaqani ham, Londonni ham perixay, ikki tomonlama perixay qilish juda ko'p bo'ladi. Va Aziyada mabodo siz Londonda model bo'lsa ham, men iloji bo'lsa kirmayman, chunki aynan Amerika sessiyada chiroyli modellar bo'ladi, chiroyli manipulyatsiyalar bo'ladi. Aziya sessiyada anaqa zo'r yurib beradi, tilla, keyin bitcoinlar, kripto cho'tki yuradi Aziya sessiyada. Qolganini London bilan Amerika sessiya paytida qarayman. Kimda yana qanaqa savol? Valyuta aytyapman, yevro dollar, funt dollar, paralar hammasini anaqa paytda qarayman. London yoki Amerika sessiyada. Chunki ko'pincha bizga Aziya ko'rsatib beradi, qaysi tomonga narx borish ehtimoli borligi, to есть likvidностьlarni qoldiradi, qaysidir bir zonalarga keladi. Mana impuls, korreksiya, impuls,
korreksiya narx kelyapti. Именно Frankfurt paytda qaysi zonaga keldik? Biza mana bu yerda turgan chiroyli order blokka kelib turibmiz. Nimaga bu order blok? Chunki u oldingi xuddi shunaqa Aziya mana bizda bo'lyapti. Mana Aziya bu yerda ham bizda order blokimiz hosil bo'ldi. Mana bu qora switcha bu order blokdan reaksiya oldi. Yana order blokka kelib reaksiya oldi. Ya'ni mana bu yerda bizda yana order blok hosil bo'ldi. Qaysi? Aynan fair value bor switchani olishga harakat qilinglar. Mana bu yerda fair value switcha bor. Bu bizda order blok. Bu yerda ham bizda fair value bor switcha, bizda order blok hisoblanadi. Bu yerda esa ahamiyat bersanglar, mana bu yerda mana bu ko'k switcha bizda fair value qoldirmadi. Shuning uchun bunaqa paytda men aynan pastga tushaman. Qayerda menda fair value bor? Mana bu switchada menda fair value bor. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu test bir marta kelib test bo'lgan. Bu уже high man uchun ekstremal likvidnost vazifasini bajaradi. Shu zonada qanaqadir bir reaksiya bo'lishi mumkin. Mana reaksiya keldi. Beryapti, lekin slom strukturamiz yo'q. Slom strukturamiz yo'q. Полный shu zona bizda anaqa bo'ldi. Поддержка sifatida bu поддержкani biz buzib o'tsak, narx pastga oqib ketish ehtimoli bor. Chunki bu yerda biz ko'p likvidnostlarni qoldirib ketdik. Bu yerda likvidnost bor. Bu yerda mana likvidnost bor. Bu yerda ochuv lowlarimiz turibdi. Ya'ni equal low, London low plus Asian low bizda mana bu yerda ochuv bo'lib turibdi. Shuning uchun bu zona hozir как magnit sifatida turibdi. Mana bu harakatdan kelib order blokdan reaksiya beryapti, lekin bu lowni narx bizga yengilamadi. Shuning uchun bu yerda demak kuchli bir manipulyatsiya bo'ldi. Oldingi highni yechdik bu yerda. Bu yerda order blok hosil bo'ldi sразу. Bu order blokni biz test qildik. Blok ichida likvidnost bilan ishlash bor va mana bu yerda bizda fair value gapimiz qoldi. Ya'ni biz nima qilishimiz mumkin? Narx kelib shu zonaga kelsa, yana daycha pastga oqib ketish ehtimoli bor, chunki bizda ochuv lowlarimiz qolib ketdi. Kimda yana qanaqa savol? Cho'ta odamimiz vashi kam. Endi bugun yakshanba, bilmayman, oldindan gaplashildi. Kimdir vaqti yo'qmi? Nima deysiz? O'tkirjon, siz bugun ertalabdan yozdingiz. Ko'pchilik bu yerda o'tirganlardan tashqari ko'pchilik davay deb yozgan, mana hech kim yo'q anaqada. Buni albatta men zapis qilib qoldiraman. Zapis qilib tashlayman. Ko'rmaganlar uni siz endi analiz qiling, O'tkirjon. Xuddi shu tartib bo'yicha siz analiz qiling, biza ko'raylik. Ekranni bosing va analiz qiling. USD/JPY bo'ldi, USD/JPY ni ham qilamiz. O'tkirjon, shu yerdamisiz? Kompyuter yonidamisiz? Analiz qilib tashlayman. Assalomu alaykum Shavkat aka. Ya Muhammad Ali, alaykum assalom. Hollar yaxshi. Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz ustoz? Charchamayapsizmi ishlar bilan? Yaxshi, tinchmisizlar? Ha, tinch bo'ladi. Bo'ladi, sekin-sekin, yomon emas. Barakasini bersin. Aytganingiz kelsin. Endi odamlarga yangicha nimadir o'rgataman desangiz, ko'p odam kiradi. Endi prosta обычный analiz uchun bilmadim-da. Unchalik odamlarga interesni bo'lmaydi-da. Lekin birorta yangi strategiya, biror nima o'rgataman deb yozsa
past 50% ham kiradi. Ya, mayli. Tak, mana demak bizda Nasdaq ham xuddi shu situatsiya, xuddi US 30, ya'ni Dow Jonesga o'xshagan vaziyat. Bizda bu yoqda haftalik disbalansni biz test qildik va bu maksimumni biz kuchli bir impuls bilan perihay qildik. То есть xuddi Dow Jonesga o'xshagan vaziyat. Bizda oldingi haftani maksimumi turibdi bu yoqda. Previous week high oldingi haftani minimumi turibdi. Previous week low. Unito bosib qo'ydim. 1 minut. Tak, week low. Bu yerda previous week high. Previous week high. Demak, bizda ATH zonasi bor, ya'ni bu zonamiz anaqa historiический maksimum hisoblanadi. Historiический maksimum bizda 26,290 ga почти keldi. 288 biza reaksiya olib turibmiz. Qaysi zonaga reaksiya bo'ldi bizda? Bu yerda oldingi o'sha mana bu haftani minimumi olindi va bu zonadan narx kuchli bir harakat ko'rsatyapti. Bu yerda ham bizda narx balans bo'ldi, ya'ni bizda haftalik mana bu yerda fair value gapimiz bor, bizda full fill, ya'ni полный заполнение bo'ldi. Haftalik disbalans zaполненияsi. То есть bizda hozir xuddi mana bu yerda ham full fill zonamiz bor. То есть bizda hali aniq disbalansimiz hosil bo'lmadi, lekin уже pastki disbalansi, pastki zonasi уже aniq ko'rinib turibdi. Xuddi mana bunga o'xshab. Bizda pastki zona bu edi. Narx kelib shu zonani oldi, ichidagi likvidnost oldi. Bu yerda ham bizda full fill, ya'ni hali hosil bo'lmagan haftalik disbalansi, lekin o'sha eng yuqori chegarasi bizda ko'rsatib o'tilgan. Narx ko'rsatib beryapti. Bu yerda kunli disbalans, kunli time frame bizda ko'ryapmiz, mana kuchli bir likvidnost yechilishi bo'ldi. Xuddi boya Dow Jonesga o'xshagan kartinka bu yerda ham. Mana biza bu yerda tak ahamiyat bersak, bu bizda minimumni ko'rsatyapti. 24, 268, 269,8. Ya'ni mana bu yerda ham bizda likvidnost yechilyapti. Narx bu yerda likvidnost yechib kuchli bir impuls bilan yana shu zonaga, ya'ni shu svichaga narx qaytyapti. Mana shu svichaga qaytgandan keyin test beryapti, kuchli bir impuls bilan keldi. Bu yerda bizda kunli time frame doirasida bizda mana bu yerda ochuv kunli disbalansimiz bor. Mana daily disbalance bor. Daily disbalance shu mana bu ikkita highni как oldingi haftani maksimumini olish mumkin, chunki bu highni olmagan. Shuna qilib bizda kuchli impuls bor. Bizda full fill, ya'ni bir haftalik disbalans полностью to'ldirib, narx bizga kuchli mamlakat soya qoldirib ketyapti. Bu nimadan dalolat? Bitta krupniy покупатель bo'lgani uchun bizda shunaqa soya qoldirib ketyapti. Mana bizda uzun soya narx tepaga ketyapti. Mana bizda uzun soya narx tepaga ketyapti. Bu yerda ham bizga uzun soya qoldirganini inobatga olsak, narx tepaga, yuqoriga ketishi hozir mo'ljal qilyapti. Ya'ni bizda o'zi mana bu haftalik full fill bor. Haftalik disbalans plus bizda bu full fill tepasida xuddi mana shunga o'xshab full fill tagida bizda likvidnost bor. Bu yerda esa full fill tepasida bizda fair value kunli disbalansimiz bor. 4 soatli time frame ga o'tganimizda biza nima ko'rishimiz mumkin? Demak, bizda impuls korreksiya bilan kelyapti narx va bizda xuddi o'sha situatsiya 4 soatli disbalansimiz bor edi. Narx kelib shu 4 soatli disbalansni test qilib beryapti. Chiqib ketyapti shu diapazondan, yana korreksiya berib bizga kuchli bir 4 soatli svichada disbalansimiz bor. То есть birinchi
narx magnit zonasi mana shu 4 soatli disbalans hisoblanadi. Biz likvidnost oldik. Bu minimumdan va mana bu boyagi switcha уже test bo'lgan switcha hisoblanadi. Qaranglar, mana nima uchun men aynan fair value gapli switchani как order block olaman. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, to'g'ri, bu bizda qora switcha likvidnost yechyapti, bu yerda strukturamiz olinyapti. Ikkinchi shart order block uchun va uchinchi shart order block uchun bizga disbalans bo'lishi kerak. Lekin bizda aynan bu qora switchada disbalans yo'q, chunki narx kelib shu zonani sразу bizga test qilib beryapti. Shuning uchun aynan men bu ko'k switcha bunda order block bo'ladi, chunki bitta bunda disbalansim bor va aynan shu zonaga mana biz kelib test beryapmiz. Shu zonadan narx kelib bizga поглощение ko'rsatib beryapti. Поглощение kelib bizda 4 soatlik mana bitta disbalansimiz bor. Mana, to есть bitta hozir biz qanaqadir bir reaksiya ko'rishimiz mumkin. Bu birinchi ssenariy. Agarda reaksiya bersa, aynan shu blokda qanaqa hozir kichkina time frame ga o'tib ko'ramiz. Agarda reaksiya bermasdan narx tepaga o'tadigan bo'lsa, bu zona bizga уже anaqa bo'ladi, как zona поддержки hisoblanadi va aynan bu zonadan уже biz yana yuqoriga olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni fair value gap IFV ga aylanib ketyapti. Bu yerda уже bu IFV ni biz proboy qilib o'tib ketsak, bu zonaga kelish ehtimoli bor. Bitta ham bizda 1 soatli disbalansimiz bor. Mana ochuv qolib ketgan. Pastiga disbalans bizda уже test bo'lgan. Bu biz uchun 1 soatli fair value gap. Bitta ham xuddi shunaqa 1 soatli disbalansdan biz reaksiya oldik. Chiroyli narx pastga tushib ketdi. Bitta boyagi gap. Ya'ni biz bitta Dow Jonesda biz mana bu hayni yechib turibmiz. Nasdaqda bizda bunaqa anaqamiz yo'q, lekin Nasdaqqa har doim S&P sini aynan S&P bilan birga qarash kerak, chunki bu ikkita bir xil yuradigan aktiv, lekin ko'pincha misol uchun S&P qaysidir bir likvidnostni yechsa, Nasdaq u likvidnost yechmasdan ketib yuborishi ham mumkin. Shuning uchun S&P ni aynan Nasdaq bilan birga qarash kerak bo'ladi. Hozir biz 4 soatli disbalans ichidamiz. 4 soatli disbalans. Bu disbalansni biz proboy qilsak, aynan mana shu likvidnostgacha bizda bu yerda pastda qolib ketgan mana bu blokimiz qoldi. 1 soatli blok plus mana bu yerda 1 soatli disbalansimiz bor. Biz bu disbalansi bitta IFV ga aylandi. Bu disbalans bu men uchun kuchli bir zona bo'ladi. DH1 agarda boyaga aytgandek impulsimiz kelib qanaqadir bir reaksiya ko'rsatsa, bu yerda bizda Fibo tortishimiz mumkin va men uchun yoki bu zona yoki mana bu yerda turgan takja 1 soatli disbalans qiziq bo'ladi. Bu impuls qayerda tugashiga va uni korreksiyasi aynan OTE zonasiga keladigan bo'lsa, bu yerdan yana tepaga aynan mana bu ochuv qolib ketgan kunlik disbalansga mo'ljal qilish mumkin. Qolgan zonalar hammasi уже test bo'lgan. Mana bu yerda ham 1 soatli disbalansimiz bor. Narx kelib shu zonani test qildi. Уже hamma likvidlarni yechib maqsadga keldi narx. Bu hayla men uchun endi likvidnost vazifasini bajaradi. Mana likvidnost vazifasini bu ham aynan fair value gap, kunlik fair value gap tan oldin turgan ekstremal likvidnost vazifasini bajaradi. Va bu yerda model qanaqadir beradigan bo'lsa, bu yerdan уже men buy qidirishga harakat qilaman. Bu zonada reaksiya bo'lishi mumkin. Balkim biz yana pastga tushamiz, lekin bu zonani sizga baribir ham imet video qilish kerak, chunki bu kunlik disbalans. Kunlik disbalans albatta 1 va 4 soatli disbalanslardan kuchli bo'ladi. Bu zonada qanaqadir bir reaksiya bizda bo'ladi. Sabab
Bu bizda как уровень, mana ahamiyat bersanglar, уровеньchilar bo'ladi. Biz bu zonani proboy qildik, shu zonada yana qaytdik, shu zonada turdik. Bu zona narx uchun juda mayli. То есть bu zonada bizda ko'p orderlar joylashgan. Aynan shu уровень tepasida va shu zonaga narx kelib, bu yerdan ham reaksiya olishimiz mumkin bo'ladi. Bu уже 1 soatlik, 15 minutlikda ham xuddi shu kartinka, impuls tugashni ko'rish kerak, qayergacha keladi. Biza ko'ryapmiz, xuddi o'sha impuls korreksiya qilishga tavsiya beraman hammani. Bizda bu yerda impulsimiz bor, mana korreksiyamiz bor. Mana bu impuls bor, korreksiya bor. Mana bu korreksiya kelib, mana bu korreksiyani test qilyapti, mana ko'rayotgan bo'lsangiz. Va biza kuchli bir impuls bilan chiqib, yana korreksiya berdik. Hozir biza mana impuls ichida, impulsda narx turibdi. Bu yerda turgan likvidnesslarimiz bor hammasi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bironta high bu yerda yechilmagan. Narx aynan mana shu likvidness olish maqsadida ko'tarilyapti. No, aynan mana bu harakat, mana bu impuls korreksiya, ya'ni bu order flow. Men uchun order flow, bu order flowni biza уже test qilyapmiz mana bu harakat bilan. Hozir bizada bu yerda yana bir order flowimiz bor. Narx shu zonada mana chiqib, tana bilan chiqib ketdi, bu zonaga qaytib kelmadi. Shuning uchun bu muhim bir zona. Shu zonaga biz qaytsak, как раз bu agarda Fiboni tortadigan bo'lsak, bizada OTE zonasida joylashgan. To'g'ri, hali impulsimiz tugamadi, hali tugashini ko'rish kerak. Balkim ertaga ochilishi bilan narx kelib, birinchi shu order flowni test berib tepaga ketib qolsa, уже men uchun mana bu joy inducement bo'ladi. Va narx shu zonaga kelganda, mana bu to'g'ri men chizib qo'ydim. Mana shu zonaga kelganda, aynan shu mana 1 soatlik disbalans plus order flow, bu yerda yana disbalansim bor. То есть mana shu zona, ikkita zona men uchun muhim. Order flow plus disbalans plus OTE zonasi. Aynan shu zonada уже buy pozitsiya qidirishga harakat qilaman. O'sha kichkina time framelarga o'tganda o'zimiz kutgan anaqa biladigan anaqani olishimiz kerak. Nima modelni перехай, choch и mana shu standartniy model bo'yicha savdoga kirsak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Bu Nasdaq anaqasi. Nima? Tahlili. Endi USD/JPY. Chetdamizlar, aloqadami? O'rtoqlar, men shu yerdamiz. Tak, USD/JPY ko'ramiz. USD/JPY. Tak, USD/JPY. Aha, bo'ldi. Biz o'tgan hafta analizimiz nima bo'ldi? Shunda ustoz menimcha ushladi, menimcha aniq disbalanslarimiz. O'tgan hafta ham bir analiz qilib ketdik shuni. Qaysi USD/JPY dami? Shunda. Hozir ko'rib chiqamiz. Mana bizda haftalik time frame. Ertaga yangi hafta bizda boshlanyapti. Biz hozir nima ko'ramiz? Narx bir bakovik, ya'ni haftalik time frame doirasida narx bakovikda yurib, ichki likvidnesslarni olyapti bu yoqda. To есть bizda mana bu bakovik harakat boshlandi bu yoqda va biza bu minimumni уже oldik. To есть bu yerda mana bizda buy side liquidity mana shu zona hisoblanadi. Buy side liquidity. Bu yerda yana bu bizda также pastda nima ko'ramiz? Bizda pastda narx kelib, shu minimumni olgandan keyin ko'tarilib, mana bu harakat ichidagi disbalansimiz bor ekan. Mana bu haftalik, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, haftalik disbalansimiz bor.
biza kelib shu haftalik disbalansni test qildik bu yerda. Bu biz uchun haftalik disbalans. Test bergandan keyin narx pastga tushib, уже bu minimumni olmayapmiz biz. Ya'ni mana bu zona, likvidnost chiqqan zona bizga order blokka aylandi. Biz уже kichkina time frame'ga o'tib, hozir aynan mana bu switchani ko'rib chiqamiz. Уже bu yerda order blok bo'lishi ehtimoli bor. Hozir buni chizib turaman, lekin kichkina time frame'da yana bir aniqlaymiz, qaysi bir switch biz uchun order blok hisoblanadi. Ya'ni biz mana bu harakatni hozir anaqada bokavikda turibmiz. Bizda narx pastga tushib, o'zini impuls va korreksiyalar bilan kelgan. To есть mana ahamiyat bersanglar, bu yerda bironta korreksiya yo'q. Mana bu yerda impuls bo'ldi, kichkina korreksiyamiz bor. Yana impuls keldi, mana korreksiya bor va bitta impulsda kelib, mana bu high, pre-high qilmagan oldingi zonani narx uchun birinchi bo'lgan mo'ljal aynan mana shu zona edi. Biz kelib shu zonani oldik. Ko'tarilgan sari bizda mana bu yerda nimamiz bor? Bironta fair value gap yoki bironta zonamiz aynan shu diapazonda yo'q bizda. Faqat mana shu diapazonimiz hali ham kuchli. Nimaga? To'g'ri, biz bu yerda test qildik shu zonani. Lekin narx уже birinchi bo'lib narx uchun уже fair value gap hisoblanmaydi test bo'lgandan keyin. Aynan mana shu high narx uchun qiziq bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki buni tepasida уже mana bu low yangilagandan keyin buni tepasida hamma stop, sotuvchilarning stopi bor. Bu yerda narx ko'tarilganda ahamiyat berganmiz, bironta faqat mana bu yerda kuchli bir impuls, mana buni pre-high'da, mana bu ichki lokalniy high'ni pre-high qilganimizda bizda bu yerda также haftalik disbalansimiz hosil bo'ldi. Haftalik disbalansimizni hosil qilib, narx birinchi marta biz kelib test qildik. Test bergandan keyin biz to есть fair value gapga kelib, narx test bergandan keyin uni keyingi vazifasi likvidnostgacha borish yoki fair value gapgacha borish. Bu yerda nima ko'ramiz? Biz test qilyapmiz fair value gap 0.5 zonasidan va biz ketdik qayerqa? Mana bu yerda также haftalik disbalansimiz bor. Mana bu impuls ichida bizda haftalik disbalansimiz hosil bo'lgan birinchi marta biz shu zonani test qildik va уже ikkinchi marta kelib полностью yana bir marta test bo'ldi. Mana buni pre-high test berdi shu zonani va biz bu zonani pre-high qildik, no mana bu highni buzmadik. Mana qaranglar. Biz mana bu yerda test qilyapmiz. Disbalansi narx pastga tushib, endi narx uchun mana bu high mo'ljal bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shu, ya'ni biz mana bu yerda test qildik, xuddi mana bunga o'xshab birinchi marta kelib test qildik, pastga tushdikmi? Endi bu high narx uchun mo'ljal bo'ladi. Bu uzoq muddatdagi perspektiva, ya'ni bir haftalik time frame. Bu bizda high'imiz yozda 2024-yil iyulda bo'lgan. Bu high bizda yanvarda yilni boshida bo'lgan. To есть uzoq muddatli где-то 3 oy, 4 oylik perspektiva mana shu zonaga kelish bor. Bu yerda bizda bironta boshqa fair value gap haftalik yo'q. To есть bu yoqqa qaytish unaqa katta ehtimol yo'q narxi. Qanaqadir bir ichki kichkina time frame'dagi fair value gap disbalanslari bo'lmasa agar haftalik disbalansimiz yo'q. Plus mana bu bizda shu turgan shunday likvidnost turibdi. To есть bironta high, 4 ta, 5 ta bu switchani endi biz pre-high qildik. Также mana bu kichkina haftalik disbalans bor ekan. Qaranglar, to есть biz bu yerda уже reaksiya oldik. Mana bu joy bizda likvidnost hisoblanadi, chunki bironta high bu yerda pre-high bo'lmagan va bu likvidnost fair value gap tagida joylashgan, как magnit sifatida narxi tepaga chaqirish ehtimoli bor. Bizda oldingi haftani high mana bu yerda joylashib turibdi hozir. Oldingi haftani previous week high
va previous week low bizada mana bu switcher bo'ladi. Previous week low. Bu yerda oldingi haftani high bilan уже narx ishlagan, mana ahamiyat bersanglar. Как раз oldingi darsda biz mana shu yerda ko'rsatdim. Hozir kichkina time frame ga o'tib yana ko'rsataman. Bu yerda bizda buy side liquidity bo'lgan. Biz bu buy side liquidity сразу yechmasdan ozgina pastga tushib yurdik. Undan keyin bitta перехай urdik shu zonani. Keyin narx pastga tushib ketdi. Mana bironta disbalansimiz yo'q. Endi kunlik disbalansni ko'rib chiqamiz. Kunlik analiz qilamiz. Tak bu yerda mana bu perihigh bo'ldi. Bu yerda bizda oldingi haftani high turibdi va bizda oldingi haftani minimumi mana bu yerda qoldi. Shunda bu yerda bizda ochuv kunlik high'imiz, kunlik disbalansimiz bor. Mana daily disbalansimiz ochuv turibdi. Bu yerda bizda kunlik disbalansimiz hosil bo'ldi. Mana bu high'larni perihigh qilganimizdan keyin mana bu zonani biz hozir test qildik va ahamiyat bergan bo'lsanglar, bironta tana bilan biz pastda yopilmadik. Bu nima bizga ma'no beryapti? Ya'ni bu disbalans kuchliligi va bu disbalansni narx hurmat qilayotgani mana shu switcherlardan bizga switcherlar ma'lumot beryapti. Ya'ni biz tana bilan buzmadik shu zonani bizda pastda bu как inducement vazifasini bajaradigan minimum. Bu как раз ochuv qolib ketgan disbalansi yonida tepasida turibdi. Bunda ham shu biz disbalansni test qildik, tepaga ketdik, likvidnessgacha сразу high'ni olmadik, pastga tushdik, keyin high olindi. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Ozgina aldaydi bu yerda, birinchi perihigh qilmaydi. Buy side liquidity'ni bu yerda ham bu situatsiya hosil bo'lgan. Mana bu switcherda adashmasam, hozir bu kichkina time frame'da ham ko'rib chiqamiz. Demak, bu bizda oldingi haftani minimumi turibdi. Plus bizda oldingi kunni, ya'ni juma kuni maksimum turibdi. Har doim narx, endi har doim emas, ko'pincha juma maksimumni olsa, keyin pastga ketishga harakat qiladi. Yoki juma minimumini olsa, keyin tepaga ketishga harakat qiladi. Hozir bizda mana как раз jumani minimumi plus oldingi hafta minimumi mana bu yerda joylashgan. Bu yerda esa jumani maksimumi bor. 4 soatli time frame ga kelganimizda mana boyagi situatsiya, mana narx kelib сразу bu zonadan perihigh qilmadi. Mana buy side liquidity'ni perihigh qilmadi. Pastga tushib, rosa nabor qildi, sell ham bo'ldi, kimdir buy ham bo'ldi, bitta perihigh qilib bizga kuchli bir harakat, ya'ni impuls ko'ryapmiz. Aynan mana shu switcher, perihigh qilgan switcher bizga order block vazifasini bajardi va biz bu yerda test ko'rdik shu zonadan. Ya'ni bu order blockka narx kelib turibdi. Test bo'lgandan keyin keyingi narx maqsad qayerga borish, minimumgacha. Qayerda bizda minimumimiz bor? Mana bu minimumimizgacha narx aynan shu order blockdan kelib shu minimumni bizga olib yana bizga bokavikka tushib qoldi. То есть mana bizda high turibdi, oldingi kun high, ya'ni juma kun high, bu hammasi kunlik disbalans ichida bo'lib turibdi va jumani minimumi turibdi. Bu juma minimum bizda nima qildi? Mana bu yerdagi ichki o'sha likvidnessni mana четверг, ya'ni payshanba kunni minimumni yechib olamiz bu yerda. Minimumni yechgandan keyin bizda impuls berib, mana bu ichki 4 soatli disbalansi biz mana полностью to'ldirdik bu yerdan. Narx kelib yana perihigh qildi bu yerda va bizda high, juma kunni high hosil bo'ldi. Bu yerda mana kichkina 4 soatli disbalansimiz bor. Bu 4 soatli disbalans bizga nima qilishi mumkin? Qanaqadir bir reaksiya ko'rsatishi mumkin bu zonadan.
Bu yerda bizada ochuv qolib ketgan shuncha likvidnesslarimiz turibdi. Mana likvidnesslar turibdi. Bu biz uchun ochuv likvidnesslar. 1 soatlik time frame'ga o'tganimizda mana ko'ryapmiz. Ya'ni yana bir marta biza kunlik disbalans ichida bakkavikka tushib qoldik. Va mana bizda high, bizda ochuv qolib ketgan likvidnesslarimiz bor. Bu manipulyatsionni switcha bo'lgan, ya'ni bu manipulyatsiya aynan Aziya boshlanishidan oldin algoritm yechyapti oldingi kun minimumi va buni o'sha kunni maksimumi biz uchun muhim bo'ladi. Mana bu yerda bizda o'sha kunni maksimumi joylashgan. Bu bizda payshanba kun minimum yechildi juma kuni va narx bakkavikka tushib mana bu yerda bizda perehigh qildi. Hozir biz bu diapazonni ichiga qaytdik. To есть ertaga narx ochilishi bilan nima bor bizda bu yoqda? Birinchi to'xtatadigan zonalarimiz nima bor? Birinchi zona bu 1 soatlik FVG bor bu yoqda. 1 soatlik boshqa bu yoqda hech narsamiz yo'q. To есть narx kelib ozgina reaksiya berish mumkin yoki buni proboy qilish mumkin. Buni ikkita varianti bor. Plus bizda mana bu yerda yechilmagan likvidnesslarimiz bor. To есть bu bizda mana qiladigan bo'lsak, Aziyani minimumi qani yaqinlashtiraylikchi. Aziyani minimumi. Mana bu switcha. Bu bizda minimum 153.011, bu bizda 153.011. To есть mana bu yerda bizda equal low. Equal low nimaligini bilasizlar. Equal low bu bizda bir xil minimumlar va aynan shu minimum tagida bizda покупатель baychilarning stolpi ko'p joylashgan. To есть men nima deb o'ylayman, narx yana pastga kelsa shu zonaga, shu zonadan yana tepaga bayga olishimiz mumkin. Balkim biz srazu olmaymiz. Balkim biz hozir mana bu 1 soatlik disbalansdan reaksiya berib ketib yorishimiz mumkin. Bu 4 soatliga undan keyin pastga tushib, keyin qanaqadir harakat. To есть bu zona men uchun hozir birinchi razvorot zona. Agarda biz pastga tushsak, men bu equal low'larni olganimizdan keyin bu yerda biz likvid bilan ishlab bo'ldik. Bu ochuv likvid turibdi bizda. Именно shu zonada yana bir bayga ko'rsak bo'ladi. 15 minutlik time frame, 15 minutlik time frame'da biz уже struktura chizsak bo'ladi. Struktura bizda явно tushuvchi. Nega? Chunki bizda bu yerda high bo'lgan, maksimum bo'lgan, bu bizda minimum bo'lgan. Nega? Chunki mana bu yerda bizda investmentimiz bor. Birinchi 50 ga 50 blokdan reaksiyani oldik. Buni perehigh qilmadik, bakavikka tushib qoldik. Va bu yerda biz tana bilan qo'lni yopib Tana bilan yopgandan keyin bu bizda boss bo'ladi va minimumni biz qo'lni tana bilan yopdik. Bu biz uchun cho'ch bo'ladi. Endi bizning vazifamiz bu bizda maksimum. Eng yuqori nuqta bu yerda minimum qidirishimiz kerak bo'ladi. Bu bizda disbalans. Demak, minimum bizda aynan mana bu harakatdan keyin mana impuls keldi. Bu bizda inside switcha, mana bu yerda inside switcha, mana bu yerda kichkinagina korreksiyamiz bor. Mana impuls, mana korreksiya. Bu inside ichida, verniye mana bu katta switchaning ichida bizda mana bu switcha bo'lgani uchun bu yerda korreksiyamiz yo'q. Bizda bitta impuls keldi bu yoqqa. Bu yerda impuls kelib, biz inducementni olmayapmiz. Yana pastga tushyapmiz. Tak, pastga tushdik. Eng yuqori nuqta bu. Bu yerda bironta anaqamiz yo'q. Mana bu yerda yuryapmiz. Bakavikka tushib qoldik. Va eng pastki nuqtani narx bu nuqtaga nisbatan birinchi turgan inducement bu. Narx shu zonani bizga olmasdan biz nima qildik? Pastga tushib va
eng birinchi turgan ichki likvidnessni mana bu yoqda oldik. То есть bu biz uchun inducement bo'ladi va bu bizga minimum. Ya'ni bizda maksimum va minimum diapazon hosil bo'ldi. M15 doirasida bizda strukturamiz tushuvchiga o'zgardi. Bu yoqda ham biz ko'ryapmiz, narx kelyapti. Qayerqa ekstremalniy order blokka kelyapti. Qaysi ekstremalniy order blok olamiz? Aynan fair value gap borli, fair value gap bor dizba anaqani olamiz, switchani olamiz. То есть mana bu qora switcha, ko'k switchada fair value gap yo'q, qora switchada yo'q. Mana bu kichkina switcha, kichkina M15 disbalansimiz bor. Bu biz uchun blok, narx kelib ekstremalniy order blok, chunki уже bizda strukturamiz buzildi. Narx imенно shu zonaga kelib bizda nima qildi? Bu zonamizni buzdi va bizda boz, ya'ni trendimiz tushuvchiga aylandi. Bu yerda esa bizda maksimum hosil bo'ldi. Maksimum hosil bo'lgan bo'lsa, bizda trendimiz tushuvchi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bizda impuls keldi, kichkina impuls, mana korreksiya, impuls. То есть mana bu полный anaqani как ekstremalniy order blok olish mumkin. Order blok bu zona biz uchun mana bu cho'ch, verniye boss bo'lganligining sababi buni tepasida как раз mana likvidnessimiz bor. Plus mana bu ochiq turgan likvidness, bu biz uchun ekstremal likvidness hisoblanadi. Ekstremal likvidness. Shu zona biz uchun ekstremal OB emas, ekstremal likvidness. Где? Yo'q. Xullas, mana bu biz uchun ekstremal likvidness hisoblanadi. Buni belgilab qo'yamiz. Chunki mana impuls, korreksiya, mana bu bokovikka tushib, biz buni перехай qilmadik mana shu zonani. Ya'ni narx shu zonaga keladigan bo'lsa, biz balkim sразу aytaman kelib, agarda bu yerda model bersa, bayni именно mana shunga o'xshab, bayni именно shu ekstremalniy blokkacha olish kerak. Bu yerda ham bay oladigan bo'lsak, biz aynan mana shu zonagacha olishimiz mumkin. Agarda narx bizga kelib, primoy, misol uchun Aziya bu yoqda, London kelib, Amerikalarda kelib yoki seshanba kuni, dushanba kuni bo'lmasligi ham mumkin. Xullas, mana shu zona biz uchun sell uchun harakat qutsak bo'ladi. Sabab strukturamiz o'zgardi, tushuvchiga mana ketyapti hozir va bu birinchi zona, narxi qaytarish zonasi. Agarda bu yerda model beradigan bo'lsa, equal low, biz bu yerda counter trend sifatida flipdan olishimiz mumkin. То есть mana bu likvidness yechgan switcha bizda уже bu test bo'lgan, ahamiyat bergan bo'lsanglar, aynan mana bu harakat уже bu switchani test qildi. Endi bu switchani bizda полностью mana bu test qildi. Endi mana buni перелоу qilsak, mana mabodo bu yoqqa tushsak, bundan aynan mana shu zonagacha counter trend akkuratniy buy olishimiz mumkin. Agarda biz primoy shu zonani oldiga kelsak, bundan model beradigan bo'lsa, yana sessiyalarga qarash kerak. Sessiyalarni inovatga olib, o'sha bundan yana tushuvchi trend bo'ylab sell olib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana USD/JPY ni ham analiz qildim. Ustoz, boost bo'ldi-yu hozir. Trendimiz pastga o'zgardi-yu. Eng pastki, eng pastki boostimizni yorib o'tgandan keyin o'zi inducement yaratmadimi hozir danli moment? Yana bitta maksimum. Minimumimiz bor. Просто uni belgilash esdan chiqdi. Bo'ldi. Ashin hozir o'ylanib. Yo'q, to'g'ri. Mana impuls bor, mana korreksiya, mana impuls kelyapti. Bu yerda korreksiya yo'q bironta. Bu yerda biz ko'taryapmiz. Shu minimumni yengilayapmiz mana bu yoqda ko'ryapsiz mana. Bu minimum bizda eng pastki nuqta hisoblanyapti va именно shu minimumga nisbatan bizda
Так, impulsga mana bu yerda inducementimiz bor mana. Ya'ni уже mana shu joyda bizda yangi diapazon, mana shu diapazon hosil bo'ldi. Bu diapazon mana inducementimiz bor. Bu diapazon doirasida inducement tepasidagi birinchi order blok mana bu bo'ladi bizda 50 order blok. Biz bu order blokdan reaksiya oldik. Mana inducement tepasida birinchi order, boshqa order blok yo'q mana. Bu order blokdan reaksiya oldi. Yana narx tepaga ketyapti. Birinchi qaytarish zona aynan mana bu switchni olaman. Chunki bu switchga уже test bo'ldi mana. Narx kirib chiqdi. Aynan mana bu switchda mana disbalans ham bor. Bu men uchun ekstremalniy order blok bo'ladi. Shu zonaga kelganda bundan yana sell olish anaqamiz bor. Imkoniyatimiz bo'ladi. Odamlarimiz ham kamayib qoldi. Tak, Nasdaqqa qilib berdim. USDJPY qilib berdim o'rtoqlar. Bu yo'lga endi analiz qilib, xudo xolasa sizlar ham bo'lishasizlar. Inshaalloh kanalga tashlanglar, bu yoqqa Bigmaniga o'zinglarni tahlillarni. Menda nimadir bo'lsa men tashlayman. O'rtoqlar, savollar bo'lsa savol beringlar. Savol mabodo bo'lmasa, sekin xayrlashsak ham bo'ladi. Mo'lla rahmat, so'z katta. Rahmat bo'ling, ustoz. salomat bo'ling. Sog' bo'ling O'tkirjon, sog' bo'ling Shoyatbek. Savollar bo'lsa o'rtoqlar, bo'lmasa ko'rishguncha xayr, aktiv bo'lishinglarni iltimos qilaman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar. Xo'p ustoz. Xo'p.